Shu tariqa O'zbekiston finalga aylanadi. Agar qachonki O'zbekiston hamda va bu turda o'ziga tegishli bo'lgan natijani qayd ammo bosh hakam Wang Chie hali ruxsat bergani yo'q. To'xtatdi qaydamiga. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi uchinchi zarbasini gol urdi. Standartlarga hisoblar ketmasak bo'lgan. Hali boshlanish mana ko'ringan. Bo'lishi mumkin. Albatta qaytardi ikkinchida. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Safira Buxandari muallifa. Uzoqdan yo'llangan zarba darvozabonning qo'liga bordi. Ray Prettidan pas. Yo'qotildi Shri Lanka tomonidan. Uzatma ham golga aylanib ketishi mumkin edi. Sekram ruxsat bor. Zarba yo'llandi darvoza tomon va 3-gol. Chiroyli gol urilyapti standart vaziyatdan. Ha, zarba kuchsiz. Qanday muallifga pas. Qaytimi bo'lish kerak. Buxandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Chiroyli gol. Rostdan. O'ng qanotdan hujum. Nishat Xokar markazga. Raibu. Bitta chap qanotga ko'chirildi. Yaxshi o'yladi. Gitarana uzatma 4-gol. 4-0. Gitarana chiroyli pas amalga yana bir hujum. Penalti do'stlar. Azizlar. Xo'sh. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarana. Ko'ramiz. Qados. 6-gol. Berildi. Chaqan egasi darvozaga zarba ustiga tegyapti. Birinchi taymda standartdan gol urgan edi. Tashladi. Yaxshi uzatma deyishimiz mumkin. Dubashini Navanjana Pereira himoyachisi vakili. Himoyaga yuklama juda ham ko'p. Yana bir hujum. Penalti do'stlar. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarana. Ko'ramiz. Qadoslar. 6-gol. Futboling 21-raqamdagi himoyachi Nishat Xokar standartda hakamning ruxsatini kutyapti. Ruxsat berildi. 9-raqam egasi darvozaga zarba ustunga tegyapti. Birinchi taymda u standartdan gol urgan edi.
Yaxshi. Zo'r pas berildi. Ikkinchi qavatdan doimgidek va doimgidek burchak zarbasi ko'ramiz. Yana shartnoma egasi